Mana. Bu uyma xili joyida bitibdi mana. Shundaymi deb pakizga chiqibdi. So'yoq. Qaynonlar, ma o'yning jonshosimi shunda chiroyli chiqibdi. Sizning kallanglar bekishaydigan odam endi bishar kallangni shiltilaya keldi. Ma o'yga bir shirkatdan bir to'ltib bir tozit etmaymizmi? Hala o kalı degenden yığıldı kaldı. O kalı hem de bu bina evi çıkıp kadar işlettiriyorlar da. Vay men ma baş ma kallın dertime o kallın demidim. Bildim. Kayla ma öyünü işek pulga manda canşo kıldırdık ma öyüne. Hem de iş tazlaydığa iş kılma yan çıktım pul çıkarıp kılımız digine. Sen bilen biz neymiş kılımız tazlamay bu öyüne. Sırtaq öy tazlamsızlar. Ma köyünükün o mençilik topqandırmaydığı adam çöpeylik ondan 30-40 mikro canşo kılgan ma öyüne kiçikkilen pulunda pişkimiz tazlaymayız. Manda eldin elginep bomuz konğup tep diken. Kaysa xilim. Öy tehi deyken. Ma canşo tehi deyken. Akçan a tazlıq şirketi akçan bizge deyken kıqıp vermeydi akçan. Onun orada senin öyde uruqtı qalırığının arasında bir öyde ottağın beka kan besim can besim bulap ketkenler bulap qapqaz qaç tolayımız meyag çıqıp bas pus tazlığı tuta şundan can besimleri eslik kiloda açtalam qımam da. Pek aşırı ettin kızıma. Elimimiş öyüne canşo qılğıcı üzem bilimi derdim. Keşkiç alayıp yüverkide köp kettinler. Unda qıp ketmesen lan buldu. Men sizlarga neymiş qilib beray xelim hamda. Sizlarga hamda qilib bermagan xil ishlar qoldi. Bu da hamda men sizlarga chiroyli bag'aqdan bir ishkina tayyor qilib, menga vechirki qilib, o'yinchiga adashlarni to'lab beraymi. Ha, unum qilmas, ajab esimga soldinglar, qaynonglar. Ma uy boshlayasmaganda ko'zimga beksat ko'ringan. Hozir xil chiroyli ko'rinyapti. Ma uyni teqim chiroyli qilganda unum qilamiz. Shu qilasizlar, qilmamdigan. Yo'q, qilmamdigan. Ha, maqa. Senin bu gepingdan gozar bir şey qilmay bo'lmadi. Qas şirketini to'laymiz, nani to'laymiz? Qaynonglar. Aminalik hammacham bor. Bir şirketini to'ltib diken, u hammacham dunyo bo'yicha hech qanday ishda rozi bo'lmaydigan acham. O şirketning tozliqida shunda rozi bo'lib ketib qaynonglar, mush tozlaydigan bo'lsa, o'zining uyini unda tozlamaydi deylik şirketning odamlari. Pokizligidan zarb, hammam degan shu bek rozilab men tuyja qilganda, shu şirketga bir telefon qilib bakmaymizmi? Bu senin qas hammacham o'g'itdi. Sen bu yo'lda ketib qolganning hammasiga salom qilib, aka olamda, och olamda, melek salom qilib, amma och ataga aka qilib olasan. Qaylanglar, ma o edem degan edem bilan edem. Ma cho'ni ko'rsak acha, kichikni ko'rsak ufka deymiz. Endi mo'zayda qaylab olib bitib ketadigan. Yo'ngasangda uy va hammachamning gapini qilyaptimi? O yo'nastangda kelib sening hammachang. Bildim. Melaq edemning putidan mo'yda qaylagancha beshig'ichilik qaylaydigan hammachang shurda. Yangi kiyim kiysa, yangi kiyimlar qandaroq yarashqandi, yarashmagandi deb qaylaydigina. Voy, bilim hammachanglar ras. O hammachang degan go'sht to'g'irgan pichoqdagi go'shtning jiqida sayq ko'radigan hammachang shuga. Lekin xotinga yaragan bo'lsa, ammani yaray bo'ladi. Telefon qilib topa bilan. Ishtiklar. Somkamni ba'da qilyapti. Qaylaymi? Sim kartasini bir berganda qilgan. Bu sening somkangga ambacha hamdarqanday narsa qilib. Topdim. Nima? Shanzar Uymilik Zimin Çeklik şirketi. Ma şirketde qaylanglar. Ayol kishilar tozliq qilgan ekan. Ayliq tozliq alninki shunda samimiylikdan şirketde mas'uliyatchanken, odamlar taqishchanken, eng yaxshiri qaylanglar. Avval uyni tozlayotgan yarab qash pul yurtganmiz, bo'lmasa pul bermayotganmiz. O başqa qo'ba. Uyni tozalab qilib, topini to'kib bilan bekor tozalasak bo'ladi ekan. Qaynonglar mashqimizga undash faqat yarashmaydi. Endi shirkatning eng o'zal sharoiti nima ekansanlar? 999 qo'yga 1 yillik VIP a'zo bo'ldi ekansizlar. Har oyda bir qatim tozalab turgan. Endi mening kunim tug'ildi. Har oyda shul tozalab bersam, endi uy tozlamayman, yilim 5-10 yilni yoqib bek tozalab ketdi. Endi mening bir rahat surdigan kunimni keldigan bo'ldi-da. Shunda oldu xinam. Endi 999 qo'yga tozalab ekanman deb qo'yab, endi uyni faqat tozlamay o'tolmaymiz. Xotin kishi deganning uyni faqat tozalab yuramiz, undan keyin xotin kishiga o'xshaymiz. Bumi bo'lsin, bumi bo'lsin-chi, Mansa.